Grenlandiya geografik jihatidan Shimoliy Amerika qit'asida joylashgan bo'lsa-da, siyosiy jihatdan Daniya qirolligiga tegishli. AQShning Grenlandiyaga bo'lgan da'volari va Daniyaning bu yo'ldagi kurashi, shuningdek boshqa davlatlarning bu holatga bo'lgan munosabatlari zamonaviy geopolitik muammolarni aks ettiradi. AQShning Grenlandiyaga bo'lgan qiziqishi tarixan uzoq zamonlarga borib taqaladi. 1867-yilda AQSh Daniya qirolligi bilan Grenlandiyani sotib olish bo'yicha muzokaralar olib borgan. Ammo bu jarayon muvaffaqiyatsiz tugagan. Keyinchalik 1946-yilda AQSh Grenlandiyani sotib olish taklifini yana bir bor ilgari surgan, lekin Daniya buni rad etdi. Bugungi kunda esa Grenlandiya AQSh uchun yana bir strategik ahamiyatga ega hudud bo'lib qolmoqda. AQShning Grenlandiyaga bo'lgan qiziqishi asosan iqtisodiy va strategik sabablarga bog'liq. AQShning Grenlandiyaga da'volari aslida dastlab 2019-yilda o'sha paytdagi AQSh prezidenti Donald Tramp tomonidan sotib olish haqidagi fikrlar asnosida ilgari surilgan. Bu taklif Grenlandiyaning tabiiy resurslari, xususan mineral va energiya manbalariga ega bo'lishi bilan bog'liq edi. Grenlandiya shuningdek Arktika mintaqasida joylashgani uchun bu hududda kuchayib borayotgan raqobat va harbiy strategiyalar nuqtai nazaridan ham muhim hudud hisoblanadi. AQSh uchun Grenlandiya Arktikadagi ta'sirini oshirish va Rossiya bilan raqobatda ustunlikka erishish imkoniyatini taqdim etadi. Daniya esa Grenlandiyaning mustaqilligini saqlab qolish va uning resurslarini boshqarish huquqini himoya qilishga intiladi. Daniya hukumati Grenlandiyaning iqtisodiy rivojlanishi va ijtimoiy barqarorligini ta'minlash uchun investitsiyalarni jalb qilishga harakat qilmoqda. Grenlandiya o'z navbatida o'zining tabiiy resurslarini mustaqil ravishda boshqarishga intilmoqda va bu jarayonda Daniyaning qo'llab-quvvatlashi muhim ahamiyatga ega emas deb hisoblaydi. Dunyo davlatlari esa Grenlandiya masalasiga turlicha munosabatda. Rossiya Arktikadagi o'z ta'sirini kuchaytirish maqsadida Grenlandiya atrofida harbiy va iqtisodiy faoliyatini oshirishga harakat qilib bormoqda. Xitoy esa Grenlandiyaga investitsiyalar kiritish orqali Arktikadagi pozitsiyasini mustahkamlashni maqsad qilgan. Boshqa davlatlar, xususan Kanadada Grenlandiya masalasida ehtiyotkorlik bilan yondashish mavjud. Chunki bu hududdagi har qanday o'zgarishlar Shimoliy Amerika qit'asidagi xavfsizlikka jiddiy ta'sir ko'rsatishi aniq. Umuman olganda Grenlandiya masalasi global siyosat va iqtisodiyotda muhim rol o'ynaydi. AQSh va Daniya o'rtasidagi raqobat Grenlandiyaning mustaqilligi va boshqa davlatlarning bu jarayondagi ishtiroki zamonaviy geopolitik muammolarni yanada murakkablashtiribgina qolmay, bu holat kelajakda Arktika mintaqasidagi siyosiy va iqtisodiy o'zgarishlarga olib kelishi turgan gap. Xo'sh, AQShning Grenlandiyaga da'volari qanchalik haqiqat? Kelajakda bu amalga oshadigan orzumi? Grenlandiya dunyodagi eng katta orol bo'lib, o'zining strategik joylashuvi va tabiiy resurslari bilan e'tiborni tortadi. AQShning Grenlandiyaga da'volari bir necha omillarga bog'liq. Birinchidan, Grenlandiya Arktika mintaqasida joylashgan bo'lib, bu hududning geosiyosati o'zgarib bormoqda. Iqlim o'zgarishi natijasida Arktika muzlarining erishi, yangi dengiz yo'llarining ochilishi va tabiiy resurslarga bo'lgan talabning ortishi AQShni Grenlandiyaga qiziqishini bildirishga undaydi. AQSh, Rossiya va Xitoy kabi raqobatchilarning Arktikadagi faoliyatini nazorat qilish uchun Grenlandiyani o'z ta'sir doirasiga kiritishga harakat qilish turgan gap. Ikkinchidan, Grenlandiyaning tabiiy resurslari, xususan minerallar, neft va gaz zaxiralari AQSh uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Grenlandiya hududida joylashgan tabiiy resurslar AQShning energetik xavfsizligini ta'minlashda va iqtisodiy o'sishini qo'llab-quvvatlashda yordam berishi tabiiy. Shu sababli AQSh Grenlandiya bilan aloqalarni mustahkamlashga intilib bormoqda. Biroq AQShning Grenlandiyaga bo'lgan da'volari qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin. Grenlandiya Daniya tomonidan boshqariladi va uning mustaqil siyosiy qarorlarni qabul qilish huquqi mavjud. Grenlandiya aholisi ham o'z mustaqilligini saqlab qolishga intilmoqda va AQShning har qanday aralashuvini rad etishi mumkin. Bu esa AQSh uchun Grenlandiya bilan aloqalarni o'rnatishda to'siq bo'lishi tabiiy. Kelajakda AQShning Grenlandiyaga bo'lgan da'volari amalga oshishi yoki amalga oshmasligi ko'p jihatlarga bog'liq. Geosiyosiy o'zgarishlar, iqlim o'zgarishlari, iqtisodiy manfaatlar va Grenlandiya aholisining pozitsiyasi bu jarayonda muhim rol o'ynaydi. AQShning ushbu orolga bo'lgan qiziqishi davom etishi kutilmoqda, ammo bu jarayon murakkab va ko'p qirrali bo'lishi aniq. Grenlandiya kelajakda AQSh uchun strategik ahamiyatga ega bo'lishi mumkin, ammo bu yo'lda ko'plab to'siqlarni yengib o'tish zarur. Xo'sh, sizningcha AQSh Grenlandiya orzusiga erisha oladimi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring.